Kishilarning aybini izlash. Kishilarning aybini izlash, maqsadlik holda ularga ayb qo'yish shu odamning vujudidagi razillik va pastlikning alomatidir. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deb ko'rsatgan: "Va la tajassasu", ya'ni bir-biringlarning aybini izlab yurmanglar. Islom dini kishilarning maxfiyatligini qo'g'dashga nihoyat zo'r ahamiyat bergan. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki birovning uyining ichiga ruxsatsiz qarasa, uy egasi uning ko'zini quyvassimi bo'ladi. Islom dini kishilarning xususiy hayotidagi maxfiyatligini qo'g'dashni muqaddas biladi. Shunga Payg'ambar alayhissalom boshqalarning aybini yushurun tekshirib yurishdan to'sib, mundaq degan: Boshqalarning aybini yushurun tekshirib yurmanglar. Kimki biror musulmonning aybini ochidi ekan, Allah uning aybini ochadi. Allah birining aybini ochsa, uni o'z uyida rasvo qiladi. Kishilarning kamchiliklarini va ayblarini yepish go'zal axloqdir. Payg'ambar alayhissalom: Kimki birovning aybini bilib turib yapsa, qiyomat kuni Allah uning aybini yopadi deb ko'rsatgan.